Bizga shu narsa kerak. Qayerdan topamiz? Topgan odam hayotidagi eng zo'r imkoniyatga ega bo'ladi. Ketdi. Run. Olib keldingmi? Olib keldim. Bu narsalarni men so'raganimni bilasanmi? Yo'q, nega? Chunki hozir Sneakers bilan O'zbekiston futbol yulduzlari va afsonalari tushirilgan futbol kartochkalarini yutib olish mumkin. Mana buni omad desa bo'ladi. Jaloliddin Masharipov terma jamoamiz yetakchilaridan biri. Bularni qanaqa qilib yutib olsa bo'ladi? Olma, Havas va Korzinka do'konlaridan 50 yoki 80 grammli Sneakers xarid qiling. Agar xaridingiz summasi 24 ming so'mdan oshsa, kartochkani to'g'ridan-to'g'ri kassadan olasiz. Ular orasida futbolchilarning imzosi tushirilgan noyob kartochkalar ham bor. To'liq ma'lumotlarni ularning Telegram kanalidan topishingiz mumkin. To'liq kolleksiyani yig'gan birinchi 50 nafar ishtirokchi kafolatlangan albomga ega bo'ladi. Shuning uchun kartochkalarni hozirdan yig'ishni boshlang.